Ayrim kishilar bo'ladi, mana nafs ulamolarining fikriga ko'ra odamlar 4 xil tabiatli bo'ladi. Sajiyatini turlari. Birinchisi asabiy deyiladi ekan arab tilida, bu kuchli tabiatli insonlar, liderlik xususiyati bor. Bunaqa tabiat egasi agar unda iymon bo'lmasa, hukmron bo'lishlikka doim intiladi. Boshqalarni bo'ysundirishlikka, ularga qahr ko'rsatishlikka moyil bo'ladi. Agar iymon bo'lsa, uni boshqaradi. Agar mana shunday kuchli tabiatli insonni iymon jilolamasa, birodarlar, yer yuzida zulm, zo'ravonlik tarqatib yuradigan odam bo'ladi. Ikkinchi toifadagi insonlar shahvoniy tabiatli kishilar. Buni odam o'zini shahvatiga tamomiy bo'yinsungan odam bo'ladi. G'ami xotinlar, g'ami zino, fahsh, safo, g'ami ovqat. Ikkinchi toifa demak, shahvoniy kishi o'zini nafsi nimani xolasa shuni qila oladigan odam, shahvatiga berilgan odam. Uchinchisi, bu mana shu nafs olimlarining so'zi, shaytoniy tabiatli kishilar bo'ladi. Bu odamlar kimlar? Odamlarga aziyat yetkazishlik bilan ovora. Shundan huzur oladi. Odamlar orasiga rahna solsa, gaplashsa, mushkula paydo qilsa, vaholanki mana shu ishdan foyda yo'q unga. Endi ikkita konkurentni bir-biriga urishtirib qo'ysa, tushunarli, bu yerda o'zini biznesini yurgizadi. Ammo bu shunaqa odamki, odamlarning o'rtasiga nizo solib yuradi, shuni o'zidan huzur oladi. Uni orqasidan bunga hech qanday manfaati yo'q. Bu shaytoniy tabiatli kishi. To'rtinchi toifa bu tentek tabiatli kishi. Bu o'sha odamki, bori ham yo'g'i ham bir xil bo'lgan odam. Bor bo'lsa borligi bilinmaydi, yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi. O'zini mustaqil fikri, mustaqil o'rni yo'q hayotda. Ko'pchilik nima desa biz ham mash eng yomoni mash. Xususan o'g'il bolaga juda bir yarashmaydigan narsa. Noto'g'ri bo'lsa ham o'zingning fikring bo'lsin. Buzuq bo'lsa ham o'zingning bir tushunchang bo'lsin. Chunki tushunchang buzuq bo'lsa tuzatsa bo'ladi deb zanish bor ekan tushuncha. Noto'g'ri bo'lsa fikring bor ekan, demak tuzatsa bo'ladi. Agar umuman hech narsa yo'q bo'lsa-chi?